Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, bugun men ailemliklar haqida guvoh bermoqchi. Men guvohdan ilgari 2020 yildan beri vatanimizda yuz berayotgan shu Xitoylarniki zulmga sukut qilganligim uchun ailemdagi tutulganlar ve urug' tuqqanlarim shundaqla barliq Uyg'ur xalqidan kechirim so'rayman. Mening dadam To'xt Muhammad Arish 1960-yili Yakan nayisi Tag'archiyisiniki Tushirga kenti Arish mahallesida tug'ilgan. Bunun kimlik numara 65 31 25 19 60 05 10 24 14. Dadam 1980-yildan 1993-yilgacha Yakan nay Tag'archiyisida o'qituvchilik qilgan. 1993-yildan 2002-yilgacha Yakan nay Tag'archiyisining yezi boshliq vazifasini o'tagan. Bu jarayonda Qashqar Uyg'ur nashriyat tarafidan Sahradagi hikoyalar, Qanliq yosh qatorliq povest hikoyalar to'plami nashr qilingan. 2002-yildan 2009-yilgacha Yakan nay Adabiyot san'atchilar birlashmasining rais vazifasini o'tagan. 2009-yili kasallik sababidan pensiyaga chiqqan. 2011-yildan boshlab Urumchida bizlar bilan turib kelgan. 2011-yildan keyin bizlar bilan turish jarayonida Qashqar Uyg'ur nashriyat tarafidan Zag'irnan nomli bolalar hikoyalar to'plami nashr qilingan. Dadam 2017-yili 5-oyning 11-kuni bizning Urumchidagi uydan tutib ketilgancha hozirgacha hech qanday uchur izlarki yo'q. Enim Abduvali To'xt Arish kimlik numara 65 31 25 19 89 02 06 0014. Bu 1989-yili 2-oyning 6-kuni tug'ilgan. 2012-yili Şinjan Uyghur Abnum rayoni Maliye İqtisod Üniversitesini bitirgan. Shundan tortib Şinjan Qartal xalqaro cheklik shirkatiniki Ravoyol Uyg'urcha yo'l boshlash sistemasi guruhida yumshoq detal injener bo'lib xizmat qilgan. Enim 2017-yili 10-oyda tutib ketilgan. Hozircha hech qanday izlarki yo'q. Enimning ayoli Ruhiyam Jabbar. Bir 1985-yili 9-oyda tug'ilgan. U 2013-yili Zhejiang Universiteti yemek içmek kasbi bo'yicha magistr aspirantligiga erishgan. Shundan tortib Urumchida LT1 bio texnik shirkatida ozuqliqshunos mutaxassis bo'lib xizmat qilib kelgan. Bu singlimiz 2017-yili 10-oyda tutib ketilgancha hozircha hech qanday izlarki yo'q.
Sınırımız Ruhsem Cabbar'ınki kimlik numara 65 21 01 19 85 09 02 18 26. Bu Ceycan'daki kimlikniki nüfusniki materyali. Men Cumhur Kompartiyasidan, Xitoy Kompartiyasidan shuni qat'iy talab qilamanki, mening oila a'zolarimni shartsiz qo'yib berish kerak. Chunki ular hech qanday bir gunoh o'tkazgani yo'q. Ularning gunohi bo'lsa, Uyg'ur bo'lib tug'ilish, musulmon bo'lib tug'ilish, Sharq Turkistondan iborat mushu zamonda tug'ilish. Xitoy Kompartiyasi bir narsani bilishi kerak. Mening oilamdagilar shundaqla butkul Uyg'ur xalqi hur erkin yaratilgan insonlar bo'lib, Xitoy Kompartiyasining qullari emas. Dunyo ahli bir narsani bilishi kerak. Tutilgan Enim Abduvali, Sınırımız Ruqiya, ikkisi oliy ma'lumotli texnik kishilar bo'lib, hargizmi Xitoy Kompartiyasi deganda qayta tarbiyalashdan iborat narsa orqali o'zi kasb egallashga ehtiyoj yo'q ularniki. Xitoy Kompartiyasi demak bu narsadan biz bilib olamizki, Xitoy Kompartiyasiniki Sharq Turkistonning har qaysi joylarida ta'sis qilayotgan nazik kampları, hargizmi texnik tarbiyalash markazi bo'lmasdan asl masya qilish, xitoylashtirish, dindan chiqarish, shundaqla ularga bo'ysunmaganlarni yo'q qilish, o'ldirish markazlaridir. Men Xitoy Kompartiyasidan yana bir qitim qattiq talab qilaman. O'ylim mening oila a'zolarimni, urug' tuqqanlarimni, shundaqla Sharq Turkistondagi barliq joylarda, hatto ichiga kirib ketgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tungan qatorliq barliq xalqni, barliq musulmonlarni darhol qo'yib yutishini, u jazo lagerlarini, u o'lim zavodlarini darhol taqishini talab qilaman.